Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sog' salomat ahli oilangiz bilan tinchmisizlar? Mana gullarni yana ko'rsatmoqchi bo'ldim. Bugun kechaga qaraganda yana ham ko'paydi, ochilishi kattalashdi. Kundan kun ochilgan sari gullar kattalashadi. Gullar kattalashib, kalalari nihoyatda ilgi bo'ladi. Gullar mana shunday bir joyda ushlaganingizda bitta buketlar tayyor bo'laveradi. Barglari ham juda katta bo'lib ketadi. Tagida manaqa ariq o'tib turish kerak. Manaqa ariq bo'lsa, o'shanda bu gul nihoyatda suvi yaxshi ko'radi. Buni bu gulni oti aslida balchiq guli deyiladi. Shunaqa suvlar ko'p ariqlari bo'yida nihoyatda ulkan katta bo'lib o'sar ekan. Hammangizga tinchlik, omonlik tilayman. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun hammangizdan minnatdorman. Alloh rozi bo'lsin. Hammanglardan ham chiroyli fikringizni kutib qolaman. Mana ishqibozlar bo'lsa kelsin, sovg'a qilaman gullardan.